Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim, har bir oilaga, har bir ishlayotgan odamga, hatto bugun pensiyaga hali uzoq deb o'ylayotgan yoshlarga ham bevosita tegishli bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap pensiya haqida ketadi. Oxirgi paytlarda odamlar orasida endi hammaga pensiya berilmas ekan. Pen jamg'armasi izoh berdi. Staji yo'q odam pensiyasiz qoladi. Oylik olganman, lekin hisobda ko'rinmayapti degan gaplar ko'paydi. Mana shu gaplarning qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri, kim xavotir olishi kerak, kimning hujjatlari joyida bo'lsa, qo'rqmasa ham bo'ladi. Bularni men bugun oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Bu ma'lumotni oxirigacha eshitishingiz juda muhim. Chunki pensiya masalasida bitta kichkina xato, masalan, ish stajining tasdiqlanmaganligi, norasmiy ishlagan yillar, arxivdan ma'lumot olinmagani yoki ijtimoiy soliq to'lanmagani kelajakda juda katta muammoga aylanishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Ayniqsa ota-onangiz, akangiz, opangiz, turmush o'rtog'ingiz yoki chet elda ishlab yurgan farzandingiz bo'lsa, ularga ham albatta kerak bo'ladi. Avval pensiya masalasida odamlar ko'proq men falon yil ishlaganman, demak pensiya olaman deb o'ylardi. Ish daftarchasida yozuv bo'lsa, ko'pchilik xotirjam yurardi. Oldingi yillarda ko'p ishlar qog'oz shaklida yuritilgan. Ish daftarchasi, buyruqlar, arxiv ma'lumotnomalari, korxona muhrlari asosida ish staji tasdiqlanardi. Odam bir korxonada ishlagan bo'lsa, keyin boshqa joyga o'tgan bo'lsa, ish daftarchasida yozuv bor yo'qligiga qaralardi. Ba'zan ish haqi to'g'risidagi ma'lumot ham arxivdan olinardi. Hozir esa tizim ancha o'zgargan. Davlat organlari ko'proq elektron ma'lumotlarga tayanyapti. Ya'ni siz ishlaganingizni faqat men ishlaganman deb aytish yetarli emas. Sizning nomingizdan ijtimoiy soliq to'langanmi? Mehnat shartnomangiz rasmiy ro'yxatdan o'tganmi? Elektron tizimlarda staj ko'rinadimi? Shu narsalar muhim bo'lib qolmoqda. Ayniqsa keyingi yillarda ishlagan davrlar bo'yicha rasmiy bandlik masalasi juda katta ahamiyatga ega. Mana shu joyda odamlar orasida vahima paydo bo'ladi. Demak, hammaga pensiya bo'lmaydimi degan savol chiqadi. Men bu savolga aniq javob beraman. Pensiya hammaga avtomatik berilmaydi. Pensiya olish uchun qonunda belgilangan shartlar bor. Eng asosiy shartlardan biri bu yoshga yetish, ikkinchisi esa yetarli ish staji yoki qonun bo'yicha tan olinadigan boshqa davrlarning mavjudligi. Agar odam umuman rasmiy ishlamagan bo'lsa, ish staji tasdiqlanmasa yoki kerakli hujjatlar topilmasa, unga to'liq mehnat pensiyasi tayinlashda muammo bo'lishi mumkin. Lekin bu hech narsa berilmaydi degani emas. Ba'zi holatlarda ijtimoiy nafaqa kam staj bo'lsa proporsional tartib, ayrim toifalar uchun alohida imtiyozlar bo'lishi mumkin. Ammo buni hamma baribir oladi deb tushunish ham noto'g'ri. Muhim farq shunda, mehnat pensiyasi bilan ijtimoiy yordam yoki nafaqa bir xil narsa emas. Miqdori, shartlari, tayinlanish tartibi farq qiladi. Endi men sizga kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa hujjatlarni tekshirib qo'ysa yetarli bo'lishini batafsil tushuntiraman. Birinchi toifa rasmiy ishlayotganlar. Agar siz hozir biror tashkilotda mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan bo'lsangiz, oyligingiz rasman bank kartangizga tushsa, ish beruvchi siz uchun soliqlarni to'lasa, may bonga gov. Uz yoki tegishli elektron tizimlarda mehnat faoliyatingiz ko'rinsa, sizda xavf nisbatan kam. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki ayrim odamlar men oylik olyapman deb o'ylaydi. Lekin ish beruvchi uni yarim stavka qilib ko'rsatgan bo'ladi. Masalan, aslida 3 million so'm olayotgan xodim hujjatda 1 million so'm bilan rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Bu kelajakda pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Chunki pensiya hisobida staj bilan birga rasmiy daromadlar ham ahamiyatli. Ikkinchi toifa norasmiy ishlayotganlar, masalan, usta, sotuvchi, tikuvchi, haydovchi, quruvchi, enaga, oshpaz, bozorda savdo qiluvchi yoki fermer xo'jaligida ishchi bo'lib yurgan odamlar ko'p hollarda pulimni har kuni yoki har oy naqd olaman, bo'ldi deb o'ylaydi. Bugungi kun uchun bu qulay tuyulishi mumkin. Ammo 10 yil, 15 yil, 20 yil o'tgach, pensiya yoshiga yetganda pensiya jamg'armasi sizning rasmiy stajingiz qani deb so'raydi. Agar sizda shartnoma bo'lmasa, soliq to'lanmagan bo'lsa, ish bergan odam ham men buni tanimayman desa, sizning yillaringiz havoga uchib ketishi mumkin. Misol keltiraman. Farhod aka 35 yoshidan 25 yoshigacha qurilishda ishlagan. Har oy yaxshi pul to'plagan, oilasini boqqan, uy qurgan, lekin birorta korxonada rasmiy ishlamagan. Yakka tartibda faoliyatini ham rasmiylashtirmagan, ijtimoiy soliq ham to'lamagan.
Pensiya yoshiga yaqinlashganda qarasa rasmiy staji bor yo'g'i 6 yil. Men 20 yil ishladim-ku deydi. Ha, ishlagan. Lekin qonun oldida buni tasdiqlovchi hujjat yo'q. Mana eng katta muammo shu. 3-toifa chet elda ishlayotganlar. Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlab yurgan yurtdoshlarimiz orasida men pul topyapman, uyga yuboryapman, kelajakda pensiya ham bo'ladi deb o'ylaydiganlar bor. Lekin chet elda ishlagan davr O'zbekistonda avtomatik ravishda pensiya stajiga qo'shilavermaydi. Bu yerda xalqaro shartnomalar, rasmiy mehnat faoliyati, to'langan badallar, hujjatlarning tasdiqlanishi kabi masalalar bor. Agar odam chet elda ham norasmiy ishlagan bo'lsa, u davrni keyin isbotlash yanada qiyin bo'ladi. Masalan, Dilshod 8 yil Rossiyada ishladi. U yerda birinchi 3 yil patent bilan ishlagan. Keyingi yillarda esa tanishining brigadasida norasmiy ishlagan. O'zbekistonga qaytganda 8 yil staj bo'ladi deb o'ylaydi. Ammo hujjatlarni tekshirganda faqat rasmiy tasdiqlangan davrlar ko'rinishi mumkin. Qolgan yillar bo'yicha muammo chiqadi. Shuning uchun men chet elda yurganlarga doim aytaman. Ishlagan joyingiz, shartnomangiz, to'lovlaringiz, ruxsatnomalaringiz, soliq yoki badal hujjatlaringizni saqlang. Keyin kerak emas edi deb o'ylagan qog'ozingiz eng kerakli hujjatga aylanishi mumkin. 4-toifa uy bekalari. Bu juda nozik masala. Ko'p ayollarimiz umrining katta qismini farzand tarbiyasiga, uy ishlariga, oilaga bag'ishlaydi. Bu mehnat albatta juda katta mehnat. Lekin pensiya tizimi nuqtai nazaridan faqat uyda bo'lishning o'zi to'liq mehnat staji sifatida har doim ham hisobga olinmaydi. Ayrim davrlar, masalan, bolani parvarishlash bilan bog'liq muddatlar qonunda belgilangan doirada stajga qo'shilishi mumkin. Lekin bu ham chegarasiz emas va hujjat talab qiladi. Farzand tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh hujjatlari, mehnat daftarchasi, boshqa tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Masalan, Mahbuba opa 25 yoshgacha 4 yil ishlagan, keyin 4 farzand tarbiyalagan, rasmiy ishga qaytmagan. Pensiya yoshiga yetganda men butun umr oilam uchun ishladim dedi. Insoniy tomondan bu gap to'g'ri. Lekin pensiya tayinlashda mutaxassislar qonundagi staj davrlarini hisoblaydi. Shu sababli bunday holatdagi ayollar oldindan o'z stajini tekshirib qo'yishi juda muhim. 5-toifa eski korxonalarda ishlaganlar 1990-yillar, 2000-yillarning boshida zavod, shirkat, kolxoz, savdo korxonasi, qurilish tashkiloti yoki kichik firmalarda ishlagan odamlar ko'p. Ularning ayrim korxonalari allaqachon yopilib ketgan. Umr yo'q, rahbar yo'q, arxiv qayerdaligi noma'lum. Ish daftarchasida yozuv bor, lekin ba'zan yozuv xato, sana noto'g'ri, buyruq raqami yo'q yoki muhr o'qilmaydi. Pensiya tayinlashda mana shu kamchiliklar muammo bo'lishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 12 yil ishlaganini aytadi, ish daftarchasida ham yozuv bor. Lekin arxivdan ish haqi ma'lumotnomasi topilmaydi yoki korxona ma'lumotlari to'liq saqlanmagan bo'ladi. Natijada pensiya miqdorini hisoblashda pastroq raqamlar olinadi yoki ayrim davrlar qo'shimcha tekshiruvga yuboriladi. Shuning uchun pensiya yoshiga ergan oy qolganda emas, kamida 2-3 yil oldin hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Birinchi nozik jihat, ish daftarchasidagi yozuvning o'zi har doim yetarli bo'lmasligi mumkin. Albatta, ish daftarchasi muhim hujjat, lekin undagi yozuvlar qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i, muhr, imzo, korxona nomi aniq bo'lishi lozim. Agar yozuvda tuzatish bo'lsa, bu tuzatish tegishli tartibda tasdiqlangan bo'lishi kerak. Aks holda bu davrni aniqlashtiring deyishlari mumkin. Ikkinchi nozik jihat, oylikni konvertda olish. Ko'pchilik rasmiy ishga kirganman, demak hammasi joyida deydi. Lekin rasmiy oyligi eng kam miqdorda ko'rsatiladi, qolgan qismi naqd beriladi. Bugun siz ko'proq pul olayotgandek bo'lasiz. Ish beruvchi soliqdan qochadi, lekin kelajakda pensiya hisobida sizning haqiqiy daromadingiz emas, rasmiy ko'rsatilgan daromadingiz ko'rinadi. Masalan, siz 7 million so'm olasiz, lekin hujjatda 2 million ko'rsatiladi. 15 yil shunday davom etsa, pensiya miqdoriga ta'sirini keyin sezasiz. 3-nozik jihat, yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Bugun ko'p odamlar taksi qiladi, sartaroshlik qiladi, telefon ta'mirlaydi, onlayn savdo qiladi, xizmat ko'rsatadi. Agar faoliyat rasmiy bo'lsa, belgilangan tartibda soliq yoki ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilsa, bu kelajakdagi staj masalasida yordam beradi. Lekin faqat men o'zim ishlayman deb yurish, hech qayerda ko'rinmaslik, to'lov qilmaslik kelajakda xavfli. O'zini o'zi band qilish tartiblari bor. Yakka tartibdagi tadbirkorlik tartiblari bor.
Qaysi biri sizga mosligini sog'liq organi yoki bandlik bo'limidan aniqlashtirish kerak. 4-nozik jihat qarindoshning firmasida ishlash. Ba'zan odam akasining turmush o'rtog'ining yoki tanishining korxonasida ishlaydi. Biz o'zimizniki keyin hujjat qilib beramiz deyishadi. Lekin vaqt o'tadi, firma yopiladi, qarindosh bilan munosabat buziladi yoki hujjatlar yo'qoladi. Keyin pensiya vaqtida muammo boshlanadi. Men bunday holatda ham maslahat beraman. Kimning firmasida ishlashingizdan qat'i nazar, mehnat shartnomasi bo'lsin, buyruq bo'lsin, oylik rasmiy bo'lsin. 5-nozik jihat arxiv masalasi. Eski korxonalar yopilganda ularning hujjatlari arxivga topshirilishi kerak. Lekin hamma joyda ham bu ish ideal bajarilmagan. Shuning uchun bugun imkoningiz bo'lsa, ishlagan eski joylaringiz bo'yicha arxiv ma'lumotlarini oldindan oling. Ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashganlar buni kechiktirmasin. Hujjat kerak bo'lganda arxivdan javob olish ba'zan vaqt oladi. Agar ma'lumot topilmasa, qo'shimcha dalillar, sud tartibi, guvohlar masalasi kabi murakkab yo'llarga ehtiyoj tug'ilishi mumkin. 6-nozik jihat pensiya yoshiga yetgan odamning arizasi. Pensiya avtomatik ravishda har doim o'zi kelib tushmaydi. Odatda fuqaro murojaat qiladi. Hujjatlarini taqdim etadi. Mas'ul organlar ma'lumotlarni tekshiradi. Agar odam vaqtida murojaat qilmasa, tayinlash sanasi, to'lov boshlanishi, hujjat to'ldirish muddati bo'yicha savollar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun yoshim yetdi. Endi davlat o'zi topib beradi deb kutib o'tirmaslik kerak. 7-nozik jihat kam staj va minimal talab. Qonunchilikda pensiya tayinlash uchun belgilangan minimal shartlar bor. Bu shartlar yillar davomida o'zgarishi mumkin. Shuning uchun har bir fuqaro o'z vaqtida amaldagi tartibni tekshirishi kerak. Agar staj yetarli bo'lmasa, odam to'liq mehnat pensiyasiga emas, boshqa turdagi nafaqa yoki kamroq miqdordagi ta'minotga duch kelishi mumkin. Mana shuning uchun hamma baribir bir xil oladi degan gap xato. 8-nozik jihat imtiyozli pensiyalar. Ayrim kasblar yoki sharoitlar bo'yicha imtiyozli pensiya tartiblari mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, zararli mehnat sharoitlari, ayrim tibbiyot, ta'lim, ishlab chiqarish, harbiylashtirilgan yoki maxsus xizmatlar bilan bog'liq holatlar. Lekin bu yerda ham men qiyin joyda ishlaganman deyish yetmaydi. Ish joyi, lavozim, mehnat sharoiti, buyruqlar, attestatsiya, tegishli ro'yxatlarga moslik tasdiqlanishi kerak. Agar hujjatda lavozim boshqacha yozilgan bo'lsa, imtiyozga ta'sir qilishi mumkin. Endi eng muhim qismga keldik. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni amaliy qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, o'z mehnat faoliyatingizni tekshiring. My.Akib.uz portali, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, soliq organlarining shaxsiy kabineti, bandlik tizimlari orqali rasmiy ishlagan davrlaringiz ko'rinadimi? Tekshirib ko'ring. Agar elektron tizimlardan foydalana olmasangiz, farzandingizdan, ishonchli yaqin insoningizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Ikkinchi qadam, ish daftarchangizni tekshiring. Unda ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, lavozim, korxona nomi, buyruq raqami, imzo va muhr borligini qarang. Agar yozuv tushunarsiz bo'lsa, korxona hali ishlayotgan bo'lsa, hoziroq kadrlar bo'limiga borib aniqlashtiring. Keyin kech bo'lishi mumkin. Hozir tuzatish osonroq. 10 yildan keyin esa rahbar ham, kadr xodimi ham, korxona ham bo'lmasligi mumkin. 3-qadam. Eski ish joylaringiz bo'yicha arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Ayniqsa 1990-yillar va 2000-yillar boshida ishlagan bo'lsangiz, bu juda muhim. Tuman yoki shahar arxiviga murojaat qiling. Men falon yillarda falon korxonada ishlaganman. Ish stajim va ish haqim to'g'risida ma'lumotnoma kerak deb yozma ariza bering. Arizada ism, familiyangiz, tug'ilgan davringiz, lavozimingiz, korxona nomini imkon qadar aniq yozing. 4-qadam. Ish beruvchingizdan rasmiylikni talab qiling. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, lekin shartnomangiz yo'q bo'lsa, meni rasmiylashtiring deb talab qiling. Agar oylikning bir qismi konvertda berilsa, buni xavf sifatida ko'ring. Bugun ish beruvchi uchun qulay bo'lgan narsa ertaga sizning pensiyangizga zarar bo'lishi mumkin. Albatta, hamma odam ham darrov ish beruvchi bilan tortisha olmaydi. Lekin hech bo'lmasa o'z holatingizni bilib oling va imkon qadar rasmiy ishlashga harakat qiling. 5-qadam. O'zini o'zi band qilganlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar soliq organiga murojaat qilsin. Sizning faoliyatingiz bo'yicha qanday tartibda ro'yxatdan o'tish kerak? Qaysi to'lovlar stajga ta'sir qiladi? Qaysi hisobotlar talab qilinadi? Bularni aniqlang. Qo'shnim shunday qilgan ekan deb yurish xavfli. Har bir faoliyat turi bo'yicha talab farq qilishi mumkin.
6 qadam, chet elda ishlayotganlar hujjatlarini saqlasin. Mehnat shartnomasi, ruxsatnoma, patent, sug'urta raqami, soliq to'lovlari, ish beruvchidan ma'lumotnoma, bank orqali olingan oyliklar hammasini alohida papkada saqlang. Elektron nusxasini ham telefoningizda va bulutli xotirada saqlab qo'ying. Vatanga qaytgach, bu hujjatlar pensiya yoki boshqa ijtimoiy masalalarda kerak bo'lishi mumkin. 7 qadam. Pensiya yoshiga yaqinlashganlar pensiya jamg'armasi bo'limiga oldindan borsin. Men hammaga shuni maslahat beraman. Pensiya yoshiga 6 oy qolganda emas, kamda 1-2 yil oldin borib, mening stajimni oldindan ko'rib bering. Qaysi hujjatlar yetishmayapti deb so'rang. Mas'ul xodimlar sizga qaysi davr bo'yicha ma'lumot kerakligini aytadi. Shu bilan siz vaqt yutasiz. 8 qadam, hujjat topshirganda nusxa oling va arizani ro'yxatdan o'tkazing. Qayerga murojaat qilsangiz ham arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, raqam yoki kvitansiya bo'lsin. Og'zaki gapga ishonib qolmang. Keyin kelarsiz deyishsa ham imkon qadar yozma murojaat qiling. Chunki keyin sizga siz murojaat qilmagansiz deyishlari mumkin. 9 qadam, rad javobi olsangiz sababini yozma so'rang. Agar biror davr stajga kiritilmasa, nima uchun deb aniq so'rang. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi norma asosida rad etildi? Qanday hujjat olib kelsam bo'ladi? Bularni bilishingiz kerak. Zarur bo'lsa, yug'ori turuvchi organga, davlat xizmatlari markaziga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati ham bor. Lekin buning uchun qo'lingizda yozma javob bo'lishi muhim. 10 qadam, oilangizdagi har bir katta yoshli odamning stajini alohida tekshiring. Faqat otaning hujjatini emas, onaning ham hujjatini, turmush o'rtog'ingizning ham hujjatini. Chet elda yurgan farzandingizning ham rasmiyligini o'ylang. Pensiya masalasi faqat keksa yoshdagi odamning muammosi emas. Bu 25 yoshdagi odamning ham kelajakdagi masalasi. Bugun boshlangan rasmiy staj ertaga sizni himoya qiladi. Real hayotdan yana bir misol aytaman. Bir ayol 20 yil tikuvchilik qilgan, juda mohir usta bo'lgan, mahalladagi ko'pchilikka xizmat qilgan. Lekin faoliyatini rasmiylashtirmagan, pensiya yoshiga kelganda staji juda kam chiqadi. Agar u vaqtida o'zini o'zband qilgan bo'lib, ro'yxatdan o'tganida, tegishli to'lovlarni qilganida, hech bo'lmasa keyingi yillar bo'yicha o'zini himoya qilgan bo'lardi. Yana bir erkak kishi bor, u haydovchi bo'lib ishlagan. Lekin firma uni rasmiy haydovchi emas, yordamchi ishchi sifatida ko'rsatgan. Keyin imtiyozli shartlar yoki ish haqini hisoblashda muammo chiqqan. Demak, faqat ishlash emas, qanday lavozimda va qanday rasmiylashtirilganingiz ham muhim. Bugungi mavzudan eng asosiy xulosa shuki, pensiya masalasida vahimaga tushish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Hammaga pensiya bo'lmaydi degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Pensiya olish uchun qonunda belgilangan shartlar bajarilishi, ish staji va rasmiy daromadlar tasdiqlanishi kerak. Norasmiy ishlagan yillar, yo'qolgan hujjatlar, konvertdagi oyliklar, yopilib ketgan korxonalar. Tasdiqlanmagan chet eldagi mehnat faoliyati kelajakda katta muammo tug'dirishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Ish daftarchangizni ko'ring, elektron stajingizni aniqlang. Ish beruvchingizdan rasmiylikni talab qiling. Eski ish joylaringiz bo'yicha arxiv ma'lumotlarni yig'ing. Pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi bo'limiga oldindan boring va qaysi hujjatlar yetishmayotganini aniqlang. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Stajingiz ko'rinyaptimi? Ish daftarchangizda muammo bormi? Eski korxonangiz yopilib ketganmi? Chet elda ish yillaringizni qanday tasdiqlayapsiz? Sizning tajribangiz boshqa tomoshabinlarga ham foyda beradi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida bugun qilingan bitta to'g'ri qadam ertaga butun oilaning xotirjamligiga xizmat qiladi.